rivojlanishlar, biznes rivojlanish bankimizda yangi mahsulotlar, mahalla banklarida o'zgarish. Yani bu o'zgarishda milliard plastikda kamida 6 oyda uzluksiz qulaylangan bo'lishi kerak. O'sha summani streng dasturga kiritamizda necha pulgacha olishi o'sha skoring ma'lum kelib chiqadi. O'shani kredit summasi kelib chiqadi. O'shaning uchun bironta tanishlari bor, moliyalar bor, o'zimiz bankni ishlamaydigan bo'lsa, plastik avval bo'lsa bo'ldi. Avto kreditni, joyni, другой kreditda qo'yib beramiz. Nima savollarmi? Agar ishlaydigan bo'lsa-chi, ishlaydigan bo'lsa, shart loyihasida kiritib beramiz. 28% 2 yilda, 22% 1 yilda, 3 yilga 29% mikrokasb beramiz. Kafillik asosida yoki sug'urta asosida. Plastik asosida 3 yil beramiz.